turmush o'rtog'ingiz bilan bir-biringizni nima deb chaqirasizlar? Iloji bo'lsa kommentariy yozib qo'yinglar. Yaqinda konsultatsiyaga bir opa keldilar, yoshlari katta, farzandlari, nabiralari bor ayol. Va suhbat paytida bir narsaga e'tibor qildim. Ularni erlari ey deb chaqirar ekanda. Shu paytgacha na ismini aytadi, na onasi, na onajonasi deb chaqirmas ekanda. Ey uni qor, ey buni olib kel, ey u bo'ldimi, bo'lmadimi? Ey jon akalar, ukalar, iltimos bu noto'g'ri narsa. Er xotin bir-birini yaxshi, chiroyli erkalatib chaqirishlik kerak aslida. Uyda, oilada sog'lom muhit bo'lishligi uchun chiroyli so'zlardan foydalanishlik kerak. Agar siz ayolimni shunaqangi erkalatib chaqiradigan bo'lsam, boshimga chiqib oladi deb qo'rqayotgan bo'lsangiz, sizda bir oz muammo bor. Ya'ni sizda oila boshi er sifatida, erkak sifatida biroz o'zingizga ishonchingiz yo'q. Erkak kishining ayoli 1000 martalab aslida erkalansa yarashadi. Uyda kulib yursa, xursand bo'lib yursa, erkalanib, kayfiyatda yuradigan bo'lsa, bu zo'r-ku. Bundan siz ham motivatsiya olishingiz kerak aslida. Bir insonni baxtli qila olganligingizdan.